Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Xalq sizdan qo'rqadi. Mashhur bloger Putinga keskin murojaat yo'lladi. Isroil Livanni bombardimon qilishda davom etmoqda. AQSh Eronga qarshi iqtisodiy g'azab amaliyotini boshlamoqda. AQShning so'nggi qo'shinlari Suriyani tark etmoqda. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. AQShning so'nggi qo'shinlari Suriyani tark etmoqda. AQSh Suriyaning shimoli-sharqidagi Qasrak bazasidan oxirgi konvoy chiqib ketishi bilan o'zining bu mamlakatdagi harbiy ishtirokini yakunlangani aytilmoqda. Hudud nazorati endilikda Suriya kuchlariga o'tmoqda. Bu bilan AQShning 2014-yilda boshlangan Suriyadagi quruqlikdagi harbiy ishtiroki amalda o'z nihoyasiga yetdi. Isroil Livanni bombardimon qilishda davom etmoqda. Livanning Al-Xabar agentligi Livan janubidagi Nabatiya okrugining Arbasalim tumanida Sahalning uyga uyushtirgan hujumi oqibatida halok bo'lganlar va yaralanganlar borligi haqida xabar bermoqda. AQSh neft shoki xavfi ostida. Financial Times. Yaqin Sharqdagi keskinlik fonida Osiyo neftni qayta ishlash zavodlari Atlantika okeani havzasidagi barcha neftni o'zlashtirmoqda. Shu sababli xom neft uchun kuchayib borayotgan raqobat tufayli Qo'shma Shtatlardagi neftni qayta ishlash zavodlariga bosim ortib bormoqda. Kreml Putin reytingining pasayishidan xavotirlanib, internet cheklovlariga bo'lgan yondashuvni qayta ko'rib chiqmoqda. Bloomberg agentlik suhbatdoshlarining so'zlariga ko'ra, Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining internet tarmog'i ustidan nazoratni kuchaytirishga bo'lgan intilishi ba'zi yuqori martabali rossiyalik amaldorlarni internetga kirishni taqiqlash bilan bog'liq siyosiy va iqtisodiy xavf-xatarlar haqida ogohlantirishga undadi. Bu repressiv choralarni sekinlashtirib, Rossiyada Telegramning ishlashda davom etishiga imkon berishi mumkin, deydi agentlik Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Bloombergning ushbu xabariga izoh berish borasidagi so'roviga javob bermadi. Eron sun'iy intellekt va memlar orqali AQSh ustidan axborot urushida ustunlikka erishmoqda. The Guardian nashrining tahliliy maqolasiga ko'ra, Tehron zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan sun'iy intellekt va internet memlaridan foydalangan holda Vashingtonga qarshi olib borilayotgan global axborot urushida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Eron hukumati va unga aloqador tuzilmalar an'anaviy zerikarli tashviqot usullaridan voz kechib, raqamli muhitning eng zamonaviy va ta'sirchan qurollariga yuzlandi. AQSh bilan bo'layotgan axborot ziddiyatida Tehron endilikda geosiyosiy maqsadlarini ilgari surish uchun ommaviy madaniyat elementlaridan mahorat bilan foydalanmoqda. Ushbu strategiya orqali Eron nafaqat Yaqin Sharq mintaqasida, balki AQSh va G'arb davlatlarining ichki axborot makoniga ham chuqur kirib bormoqda, deyiladi maqolada. AQSh Eronga qarshi iqtisodiy g'azab amaliyotini boshlamoqda. Pentagon rahbari Pit Heksetning boshqa bayonotlari. Washington Tehronga nisbatan keng ko'lamli iqtisodiy bosim o'tkazishni boshlamoqda. Agar Eron noto'g'ri tanlov qilib kelishuvga rozi bo'lmasa, AQSh qurolli kuchlari harbiy harakatlarni qayta boshlashga tayyor. AQSh Eronning harakatlarini diqqat bilan kuzatmoqda. Tehron kelishuv tuzishda oqilona tanlov qilishi kerak. AQSh mislsiz qudrat bilan qayta qurollanmoqda. Qo'shma Shtatlar harbiy dengiz kuchlari Hormuz bo'g'oziga kirib chiqayotgan kemalar qatnovini nazorat qilmoqda. AQShda harbiy dengiz floti bor. Eronda esa endi u yo'q. Washington Hormuz bo'g'ozi qamalini qancha kerak bo'lsa, shuncha vaqt davom ettiradi. Biz Eron qanday harbiy kuch va vositalarni va qayerga ko'chirayotganidan yaxshi xabardormiz. Xalq sizdan qo'rqadi. Mashhur bloger Putinga keskin murojaat yo'lladi. Bloger va teleboshlovchi Viktoriya Bonya Rossiya prezidenti Vladimir Putinga video murojaat yo'lladi. U o'z murojaatini xalq nomidan qilganini, chunki oddiy odamlar va davlat rahbari o'rtasida qalin devor bor deb hisoblashini bildirgan. Uning 18 daqiqalik murojaati o'zining Instagram sahifasida e'lon qilingan. Xususan, Viktoriya Bonya Dog'istondagi suv toshqinlari mavzusida gapirgan. Nima uchun dastlabki 24-48 soat, hatto 72 soat ichida hech qanday yordam berilmadi? Nima uchun faqat 10 kundan keyin bu haqda gapira boshlashdi? Nima uchun dahshatli falokat yuz bermoqda? Keyingisi Anapa. Onam Anapada yashaydi. U yerda yana mazut dog'i paydo bo'lgan. Buning hech qanday yaxshi tomoni yo'q. Ulkan mazut dog'i koinotdan ham ko'rinib turibdi. Odamlar hozir qushlarni o'z qo'llari bilan tozalashmoqda. Mazutni yana o'z qo'llari bilan yig'ishmoqda, deydi u. Shuningdek, Viktoriya Bonya hukumatning Qizil kitobga kiritilgan hayvonlarni ovlashga ruxsat berish tartibi to'g'risidagi qaror loyihasini ham tilga olgan. Bundan tashqari
tashqari, bloger Novosibirsk viloyatida chorva mollarini musodara qilish bilan bog'liq vaziyatga e'tibor qaratgan. Bilasizmi, shunchaki kelib o'ldirib ketishgan. Kimdir gapira boshlasa, boshqalarga dars bo'lsin deb bo'limga olib ketishgan, deydi u. Bloger Rossiyada ijtimoiy tarmoqlarning bloklanishiga ham to'xtalgan. Uning so'zlariga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar rossiyaliklarga bir-biriga suyanish, cho'kib ketmaslik imkoniyatini beradi. Viktoriya Bonya Max messenjerida ham firibgarlik uchrayotganini, ba'zi xabarlar esa boshqa odamlarga ketib qolayotganini qo'shimcha qilgan. Yana siz qarindoshlari bilan bog'lana olmaydigan juda ko'p odamlarni bu imkoniyatdan mahrum qildingiz, deydi bloger. Shu bilan birga u Rossiya xalqi prezidentdan qo'rqishini aytgan. Vladimir Vladimirovich, sizdan qo'rqishadi, xalq qo'rqadi, blogerlar qo'rqadi, artistlar qo'rqadi, gubernatorlar qo'rqadi. Siz esa mamlakatimiz prezidentisiz. Menimcha biz qo'rqmasligimiz kerak, deydi Viktoriya Bonya. U Rossiya aholisi hozir nimalar sodir bo'layotgani haqida prezidentga to'g'ridan-to'g'ri yoza oladigan platforma yaratishni taklif qilgan. Viktoriya Bonyaning murojaatini bloger va boshlovchi Ayza ham qo'llab-quvvatlagan. U Anapa, Novosibirsk viloyati va Dog'istondagi vaziyatlarni sanab o'tgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda, jumladan Telegramning bloklanishini tanqid qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, endilikda ma'lumot olish imkoniyati to'liq yopilgan. Ayza ko'plab ma'lumotlar Vladimir Putingacha yetib bormayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan. Men albatta prezidentimiz haqiqatdan ham bexabar ekanligiga chin dildan umid qilaman. Aholining 1% da bor narsa nima uchun 99% da yo'qligini tushunmayapman. Bazaviy ehtiyojlar qondirilmagan, deydi bloger. Tramp Isroil va Livan o't ochishni to'xtatishga kelishib olganini e'lon qildi. AQSh prezidentining ma'lum qilishicha, Isroil va Livan o'rtasida 10 kunlik o't ochishni to'xtatish rejimi 17-aprelga o'tar kechasi kuchga kiradi. Men hozirgina Livanning muhtaram prezidenti Jozef Aoun va Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan samarali suhbatlar o'tkazdim. Ikki yetakchi o'z mamlakatlari o'rtasida tinchlikka erishish maqsadida 10 kunlik sulhni rasman e'lon qilishga kelishib oldilar, dedi Tramp. 8-aprelga o'tar kechasi AQSh va Eron o't ochishni to'xtatishga kelishib olgan e'lon qilishgan edi. Shu bilan birga Isroil Eronparast Hizbulloh guruhi joylashgan Livanga zarba berishda davom etdi. AQSh rasmiylari o't ochishni to'xtatish rejimi Livanga taalluqli emasligini ta'kidlashgan edi. Isroil Livan bilan emas, balki Livan hududidagi Hizbulloh guruhiga qarshi kurashayotganini aytib o'tgan. Livan Isroil davlatini rasman tan olmaydi. Isroil va Livan 1948-yilda Isroil davlati tashkil topganidan beri rasman urush holatida qolmoqda.